Galaktikamizdan tashqaridagi koinot haqida haqiqatan ham qancha ma'lumot bilishimiz mumkin? Hubble teleskopi bizga koinotdagi obyektlarni 13 milliard yorug'lik yil uzoqlikda ko'rish imkonini berdi. Ammo bu hali ham barcha savollarimizga javob bera olmaydi. Koinot nimadan iborat degan savollar albatta tug'ilishi turgan gap. Qaysi elementlar eng ko'p? Kosmosda materiyaning ochilmagan shakllari mavjudmi? Antimetriya yulduzlari yoki galaktikalar bo'lishi mumkinmi? Ushbu savollarning ba'zilariga faqat vizual tasvirlardan javob berish mumkin xolos. Ammo bizda messenjerlar kosmosning tadqiqotchilari yoki sun'iy yo'ldoshlar yeta olmaydigan uzoq qismlaridan jismoniy ma'lumotlarni olib kelgan bo'lsa-chi? Qaysidir ma'noda biz shunday qilamiz va bu kosmik xabarchilar kosmik nurlar deb ataladi. Kosmik nurlar birinchi marta 1912-yilda Viktor Gess tomonidan atmosferadagi radiatsiya darajasida o'zgarishlarni o'rganishga kirishgandan kashf etilgan va u yer qobig'idan chiqadi deb taxmin qilingan. Tutilish paytida uchadigan shar bortida o'lchovlar olib, Hess radiatsiyasi haqiqatan ham kattaroq balandliklarda kuchayganini va Quyosh uning manbai bo'la olmasligini ko'rsatdi. Ajablanarlisi shundaki, u yer atmosferasining biron bir joydan emas, balki koinotdan kelgan. Biz koinotimiz ko'plab astronomik obyektlar, har xil o'lchamdagi milliardlab yulduzlar, qora tuynuklar, faol galaktikalar, yadrolar, asteroidlar, sayyoralar va boshqalardan iborat. Katta yulduzning o'ta yangi yulduzga aylanishi kabi kuchli buzilishlar paytida koinotga milliardlab zarrachalar tarqaladi. Ular nurlar deb atalsa-da, kosmik nurlar yorug'lik nurlarni tashkil etuvchi fotonlardan ko'ra bu yuqori energiyali zarralardan iborat. Portlashdan chiqqan yorug'lik o'zining mashhur doimiy tezligida to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanayotganda, zarralar portlash natijasida hosil bo'lgan magnit zarra to'lqinlari tomonidan favqulodda halqalarda ushlanib qoladi. Ushbu magnit maydon chiziqlari orqali oldinga va orqaga uchishlarni qochishdan oldin deyarli yorug'lik tezligiga tezlashtiradi. Kosmosda juda ko'p kosmik nurlar mavjud va bu zarralarning ba'zilari Yerga yetib borgunga qadar milliardlab yillar davomida sayohatda bo'ladi. Atmosferamizga kirganlarida ular u yerdagi molekulalar bilan to'qnashib, ikkilamchi kosmik nurlar, originaldan kamroq energiyaga ega, yengilroq zarrachalarni hosil qiladi. Ularning aksariyati atmosferaga so'riladi, ammo ba'zilari hatto tanamizdan o'tib, Yerga yetib borishi mumkin degan faraz ham bundan mustasno emas. Dengiz sathida bu radiatsiya ancha past, lekin balandroq joylarda ko'p vaqt o'tkazadigan odamlar, masalan, aviakompaniya ekipajlari ko'proq ta'sirga duchor bo'lishadi. Koinot nurlarining xabarchilari sifatida foydali qiladigan narsa shundaki, ular o'zlarining kelib chiqish izlarini olib yurishadi. Turli zarralar paydo bo'lishi chastotasini o'rganish orqali olimlar koinotdagi vodorod va geliy kabi elementlarning nisbiy ko'pligini aniqlashga qodir. Koinot nurlari koinotning o'zi haqida yanada qiziqarli ma'lumot berishi mumkin. Yaqinda Xalqaro kosmik stansiya bortida kosmik nurlar zarrasining tezligi, trayektoriyasi, nurlanishi, massasi va energiyasini, shuningdek, zarrachaning materiya yoki antimateriya ekanligini alohida o'lchay oladigan bir nechta detektorlarni o'z ichiga olgan alfa magnit spektrometri, ya'ni EMC deb nomlangan tajriba o'rnatildi. Ikkalasini bir-biridan ajratib bo'lmaydigan bo'lsa-da, ularning qarama-qarshi zaryadlari ularni magnit yordamida aniqlashga imkon beradi. Alfa magnetik spektrometr hozirgi kuniga qadar 50 million zarrachani o'lchaydi. Har bir zarracha haqidagi ma'lumotlar real vaqt rejimida kosmik stansiyadagi CERN-dagi EMC boshqaruv xonasiga yuboriladi. Kelgusi oylar va yillar davomida u antimateriya, qorong'u materiyaning mumkin bo'lgan mavjudligi va hatto kosmik radiatsiyaning kosmik sayohatga ta'sirini yumshatishi mumkin bo'lgan usullar haqida ajoyib va foydali ma'lumotlarni berishi kutilmoqda. Biz yangi kashfiyotlar kutayotganimizda musaffo tunda osmonga qarang va siz xalqaro kosmik stansiyani ko'rishingiz mumkin. U yerda alfa magnit spektrometri kosmik sirlarni olib yuruvchi kichik xabarchilarni qabul qiladi.